Savol: Sha'bon oyida ruhlarning olinishi ko'payishi haqida biror asar kelganmi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Ba'zi asarlarda kelgani shuki, butun yil davomida o'lim yozilgan kishilarning ismlari Sha'bon oyida o'lim farishtasiga vahiy qilinadi va ularga Alloh subhanahu va taolo huzuridan sahifalarda ismlari xabar qilinadi. Yoki insonlarning ajallarini yillik taqdirlash Sha'bon oyida yoziladi. Bu asarlarga ko'ra, o'lim shu oyda taqdir qilinadi. Lekin ularning barchasi zaif asarlar va hadislardir. Shuning uchun ularga tayanish va ularda kelgan narsalarga e'tibor berish kerak emas. Qozi Abu Bakr ibn Arabiy rahimahulloh aytadi: Sha'bon oyining 15-kechasi haqida uning fazilatlari yoki o'sha kechada taqdirlarning o'zgarishi to'g'risida ishonchli birorta hadis mavjud emas. Shu sababli bunday da'volarga e'tibor qaratmang. Ahkomul Qur'on 4-mujallad 117-bet. Bu yerda qo'shimcha foyda uchun Suyuti rahimahullohning Ad-Durrul Mansur kitobi 7-mujallad 401 va 402 sahifalarida Sha'bon oyida ajallarning yozilishiga oid keltirgan ba'zi asarlarni naql qilamiz va har bir asardan keyin unga qisqacha izoh beramiz. U kishi rahimahulloh aytadi: Ibn Jarir, Ibn Munzir va Ibn Abu Hotim Muhammad ibn Suqa yo'li bilan Ikrimadan rivoyat qiladilar. Alloh taolo aytadi: Fiha yufraqu kullu amrin hakim. O'sha kechada har bir hikmatli ish ajratilib hal qilinur. Duxon surasi 4-oyat. Sha'bon oyining 15-kechasida yillik ishlar belgilanadi. Tiriklar marhumlardan ajratiladi. Haj ziyoratchilarining nomlari yozib qo'yiladi. Ularning soniga na qo'shiladi va na undan ayriladi. Ammo ushbu tafsir salafi solihlar jumhurining oyat tafsiriga muvofiq to'g'ri fikrga ziddir. Bu oyatdan maqsad Qadr kechasidir. Bu haqda 11722-raqamli savolning javobida bayon qilingan. Ibn Zanjavayh va Daylami Abu Hurayradan rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Tuqta'ul ajalu min Sha'ban ila Sha'ban, hatta inna ar-rajula la yankihu va yuladu lahu va qad kharaja ismuhu fil mauta." Ajallar Sha'bondan Sha'bongacha belgilanadi. Shunday darajadaki, hatto bir kishi uylanib farzand ko'radi, holbuki uning ismi vafot etganlar ro'yxatiga kiritilgan bo'ladi. Daylami 14-mujallad 656-bet. Hadis hukmi zaif. Manba Fathul Qodir 4-mujallad 801-bet. As-Silsila ad-Doifa kitobining 667-raqam ostida bu hadis munkar deyilgan. Ibn Abu Shayba Ato ibn Yasordan rivoyat qiladi. U aytdi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biror oyda Sha'bondagidan ko'ra ko'proq roza tutmasdilar, chunki unda yil davomida vafot etadiganlarning ajallari ko'chiriladi. Bu mursal zaifdir. Abu Ya'lo Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Sha'bonni to'liq roza tutardilar. Men undan so'radim. U zot dedilar: Innalloha yaktubu fihi kulli nafsin maytatin tilka as-sana, fa uhibbu an ya'tiyani ajali va ana so'im. Albatta, Alloh bu oyda o'sha yili vafot etadigan har bir jonni kitobat qiladi. Men esa ajalim ro'zador holimda kelishini yaxshi ko'raman. Musnad Abu Ya'lo 4911-hadis. Hadis hukmi zaif. Manba Zaifu Targ'ib 619. Bu hadisning sanadida Suvayd ibn Sa'id al-Hadasoni, Muslim ibn Khalid az-Zanji va Torif bor. Ularning har biri tarjimai hol kitoblarida zaif roviylar qatorida keltirilgan. Dinavari al-Mujolasa asarida Rashid ibn Sa'ddan payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning quyidagi so'zlarini rivoyat qiladi. Fi laylatin nisfi min Sha'bana yuhillahu ila malakil mauti biqabdi kulli nafsin yuridu qabdaha fi tilka as-sana. Sha'bon oyining 15-kechasida Alloh taolo o'lim farishtasiga vahiy qilib, shu yil ichida jonini olishni iroda qilgan barcha insonlarning jonini olishni buyuradi. Al-Mujolasa va Javohirul Ilm 206. Hadis hukmi zaif. Manba Zaiful Jami' 4019. Bu mursal hadisdir. Ya'ni bu hadisni tobein Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilgan. Holbuki u Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan uchrashmagan. Ibn Jarir va Bayhaqi Shu'abul Imonda Zuhriydan, u Usmon ibn Muhammad ibn Mughira ibn Ahnasdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shunday deganlarini rivoyat qiladi.
تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل ينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى. Ajallar Sha'bondan Sha'bongacha belgilanadi. Shunday darajadaki, hatto bir kishi uylanib farzand ko'radi, holbuki uning ismi vafot etganlar ro'yxatiga kiritilgan bo'ladi. Bayhaqi Shu'abul Iymon 3558-hadis. Hadis hukmi munkar. Manba As-Silsila ad-Da'ifa 6607. Ibn Abu Dunyo Ato ibn Yasordan rivoyat qiladi. U aytdi: Sha'bon oyining 15-kechasi o'lim farishtasiga bir sahifa topshiriladi va unga bu sahifada nomi keltirilganlarning jonini ol deb buyuriladi. Zero bir kishi to'shak soladi, uylanadi, bino quradi va holanki uning ismi allaqachon marhumlar ro'yxatiga bitib qo'yilgan bo'ladi. Bu faqatgina Atoning so'zlari bo'lib, unga hech qanday rivoyat zanjiri nisbat berilmagan. Xatib va Ibn Najjar Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qiladi. U shunday dedi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Sha'bonda to'liq roza tutar, hatto uni Ramazonga ulab yuborar edilar. Sha'bondan boshqa biror oyda to'liq roza tutmas, ammo bu oyda to'liq tutardilar. Men: "Yo Rasululloh, aniqki Sha'bon sizga roza tutish uchun eng mahbub oylardan biridir" dedim. Shunda u zot: "Na'am ya Aisha, innahu laysa min nafsin tamutu fi sanatin illa kutiba ajaluha fi Sha'ban. فأحب أن يكتب أجلي وأنا في عبادة ربي وعمل صالح." Ha, ey Oysha, albatta bir yilda vafot etadigan biror jon yo'qki, uning ajali Sha'bonda yozilmagan bo'lsa. Shuning uchun mening ajalim Parvardigorimga ibodatda va solih amalda ekanimda yozilishini yaxshi ko'raman dedilar. Tarixu Bag'dod 4-mujallad 436-bet. Hadisning rivoyat zanjirida Abu Bilol al-Ash'ari bor bo'lib, Doruqutni uni Mizonul I'tidol kitobining 4-mujallad 507-betida zaif sanagan. Hadis sanadida Ahmad ibn Muhammad ibn Humayd al-Mahzub, Abu Ja'far al-Muqri ham bor. Doruqutni u haqida kuchli emas degan. Demak, hadis juda zaif. Xulosa, Sha'bon oyida o'limlar ko'payishi haqida birorta sahih hadis sobit bo'lmagan. Vallohu a'lam.